Jamoatning ilk xizmatchilaridan biri Stefan edi. U dono edi va uning iymoni juda kuchli edi. Stefan orqali juda ko'p mo'jizalar va alomatlar sodir bo'lgandi. Shu tufayli dindor yetakchilar undan nafratlanardilar. Ular Stefanga qarshi tuhmat qiluvchi insonlarni yollab, uni Xudoga kufr keltirishda aybladilar. Sud qarshisida turgan Stefan o'zini oqlash uchun hech narsa demadi. Buning o'rniga u odamlarni beayb Iso Masihning o'limida ishtirok etganlari uchun fosh qildi. Keyin esa shunday dedi: "Men ochiq osmonni va Xudoning o'ng tomonida o'tirgan inson o'g'lini ko'ryapman." Hamma hayqirib, quloqlarini yopib oldi va unga tashlanib, uni shahar tashqarisiga olib chiqib toshbo'ron qilishdi. Shaul ismli o'spirin bu jazoning guvohi bo'ldi. U vaqtda Shaul hali o'sib borayotgan jamoatning quvg'in qiluvchilaridan biri edi. Bir muddat o'tgach, u Xudo bilan uchrashadi va Havoriy Pavlusga aylanadi. Stefan o'layotganida: "Rabbiy, ularning gunohlarini kechir", deb aytdi. Bu gaplar sizga kimni eslatyapti?